Assalomu alaykum do'stlar. 28-aprel sanasiga shaftoli ko'chatlarimizni holati mana shunda. Navbatdagi qiladigan ishimiz bu yonshoqini olish bo'ladi. Mana yonshoqini olingan holati. Bu shaftoli ko'chatlarimiz oq oylar shaftoli, mana bunisi nektarin sariq oylar shaftoli, qizil oylar bor, anjir shaftoli, oq oylari ertangisi bor. 5 xil turi bor. Noyabr oyiga tayyor bo'ladi. Mana hozirgi 28-apreldagi holati. Bo'yi bir 50-60 sm bo'lgan. Mana yonshoqini olamiz. Mana yonshoqini olingan holati. Bunisi olinmagan. Mana bo'yga beradi. Yonshoqni olsak, har bittasini mana shunday holatda chiqamiz. Yonshoqni ko'chatimizning shakli chiroyli bo'lishi uchun mana tana qotib bo'lish uchun suv hali ochmaganmiz. Bahordan beri biror marta suv ochmadik. Mana yonshoqini olsa bo'yiga beradi. Bo'yi o'sib shu holatda 70 sm, 65 sm shakl beramiz. 3 ta shox qoldirib shakl beramiz. Shungacha o'stirishimiz kerak. Bo'yi 1, 2, 3, 20 dan bo'lsa ham 60 sm bo'lgan. 60 sm mana yonshoqni olyapmiz. Kimgadir qiziq bo'lsa, foydali bo'lsa xursand bo'lamiz. Likelardan bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Podpiskani bosib qo'yinglar. Keyingi videolarni kuzatmasizlar. Keyingi videolarimizda qaymoq, Ozarbayjon bodomlarini shu yonshoqini olishni ham chiqaraman. Hozir mana bugun shaftoli ko'chatni yonshoqini olyapmiz. Mana shu holatda bo'ladi. Mana shoxi olinmagan holati. O'zi shoxlab ketgan. Mana shoxi olingan holat. Bo'yiga beradi. Ikkinchi chopog'ini qilib qo'yganmiz. Mana ikkala agatdan shoxi olinmagan, mana shoxi olingan agatlar o'zi bilinib turibdi. O'tini solib, zaharini sepamiz, bo'yiga cho'zib, shu 65-70 sm bo'lganda kallab beramiz. Keyingi videolarni kuzatib boring. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.